Men o'tganda sizga degan bilim oshirish ishlaringizni qo'ydim. Bir oy ichida doktorxonaning xizmatlarini xulosalab, meni ishlaylik qilsangiz bo'ladi. Berna siz bilan bilim oldim. Cesur. Uyning ishlariga aralashma. Her kishi uy ishlariga chatkiye varsa, ancha yaxshi emas. Gapimni tushundingizmi? Chiqsangiz bo'ladi. Dadam rastlaşta qilama. Anlasam, Pulatlarning liderining o'g'li ekan-ku. Do'st nimapti. Undaq bo'lsa o'xshamaydi, xislat. Nimasi o'xshamaydi? Hey. Tag'am shuning qarshi turgan gap. Sening bu jasurdek bo'lib qilishingni xohlamaydi-da. Sen shirkatda kotib bo'lganing bilan ma uyda tag'amning bir talla orzuli qizi. Shuningga tag'am qattiq qarshi turgan gap. Bu nim degina? Ha deb basam, kim Pulatlarni to'y qilma debdi? Hammasi uchun yaxshi. Men uchun yaxshi? Men uchun yaxshi bo'lsa, Sarang Akbar degan advokat bilan ko'rishga vatamsizlar? Nima? Akbar bilan? Akbar bilan ko'rishib keldingmi? Boshda o'rlashtiribdimi? Dunyoda eng xo'shang yo'q odamlar ko'rishib kelding degina? Hey, paranglaringlar toz qizg'andi ha? Dadınızın səni əzgisi pul üçün əməslər qılır. Bu yerdə çoxun bir iş var. Bunun obdan qaranlar. Bu işte bir sır var. Sır? Sır. Nima? Sır? Nima sır? Xislat shunaq deydi bu? Ama men chiqib kiray. Ma'qul. Zaten nima sirdi? Islatacha, ha? Bunundikin bek ehtiyot qilonchimi? Nimdan ehtiyot qilma? Boya sizning dadamlar paranglashqaningizni hammam o'g'irliqcha anglab oldi. Bunda boshqalarning gapini o'g'irliqcha anglab qanday oldi deyman. Yentaq Farizatdan ham telefonmi qildi? Asli mundaq ganda hech qisi yo'q. Bu ishlar degan bizning oilaga nisbatan kichik ishlar. Nima? Shundoq qis qanday oldi? Qancha bir oilaga ishlar bo'lgan taqdirdimi? Bir-birini hurmatlash kerak-ku. Hech qisi yo'q. Aldirmay ko'nib qolsiz sonib. Jimi? Mushundaqmi oila bor ekansa? Hay. Telefon ıslatma koyuyorsun. Opa. Berna. Canım kızım ketimiz. Opa kulağım koyuyorsun. Ketmeyim hemen. Berna. Siz ben açık tutup yeti kalsın demektim ha? Ha? Canım kayıtınız. Opa. Ben kessem hem hiç kaldırım hem hiç yokumam da opa. Asta. Berna kızım. Ha dada.
Kim bilan paranlashyapsiz bola? Bir tunish uchrab qolgandi. Bo'pti, kiravering. Ma'qul dada. Nima dedingiz? Sir? Siz dadam bilan birlashib zat nima qilmoqchi? Uchimizga babasiz arznoma sunishmi? Shuni uchun shundaqmi? Nima bilan deb yurasiz sizlar? Bundaq ish yo'q. Nimish oz emas, jiq emas 3 oy. 3 oydagi nimish bo'ldi? Dadam Oysam degan ayol bilan to'y qilamda. Sizning o'zingiz emas. Boshqalarning nuqtasi turib o'ylasangiz, ondan ishni tiyiga yetalaysiz. Mening dadamning ishlarini bilish huquqim bor. Shuni sizdan so'rayapman. Dağa. 3 oydagi nimish bo'ldi? Nima ish bo'lganini men bilmayman. Lekin mening his qilishimcha dadamlar cho'qim sizlarga bir ish yushyapti. Siz rostini bilmabsiz? Olimkam sizning dadingiz turib, siz bilmagan edi, sizga demgan edi, menga demda. Men nima bilaman? Men bilishim kerak. Bundaqda dadingiz nima qildi shuni qiling. Shu chaqda olimkamning nima o'ylayotganligini esga keltirasiz. Cesur nimish qo'rqqandi u. Telefonmi qilmadi ya. Men rost qolib qolgandim. Ajab. Ha, kiraqan. Sizni chaqiryapti. Kim u? Hammam. Ammam nima chaqiritgan? Sizni kechki tomoq tayyorlik qilsin deydi. Ha, nima? Kechki tomoq tayyorlik qilsin? Ha, men qilamkanman? Ha. Bu Ama tamak yetartamsiz? Voy Berna, bugundan boshlab bu kunda kechki tamoqqa siz yordamlashisizmi? Ma'qul. Biroq men tamoq yetamaydim. Nima? Tamoq yetamaydim? Qizval turibmi tamoq yetishni bilmamsiz? Men sizga o'rgataman. Ma'qul. Men sizga bir hafta tamoqni yordamlashib etib berma. Uningdan keyin bag'u dadangizga o'zingiz mustaqil tamoq etib bersizmi? Nima? Men aytamdim, yolg'iz. Voy balam, bu uyda siz yolg'iz kelin tursangiz, siz aytmay kim etadi? Ma'qul amma. Hamma, tamoq yetishni o'rganishim bir hafta ketamdi. Achamdan xizmat yo'q qolgandan keyin cho'qib tezligini oldi. Men bu qanda bilaman, men milliy tamoqlarni ancha yaxshi etamaydim. Voy, ondaqda siz g'aribcha tamoqni yaxshi etadigansizda balam. Ajab yaxshi. Mening bag'u qarang, bu g'aribcha tamoqni yegim kelib turadi. Bugunchi menga et bo'ldigan bo'ldi. Xurishgan bo'lsa, men bozorda akirpirman. Andaq bo'lsa bag'u, bugungi kechki tamoqni siz aytdingiz hamsa? Bichar Barla. Qandoq qilayotganli?
Apa. Apa kechiring, men ham sizni ansiratim yo'q, shunaqanim amma. Apa men yordam qilsangiz bo'ldi, tomoq iton deydi meni. Balam, Berna bir narsa alaman deb chiketgandi, hech kirmadimi? Uqmadim ammo kirmadi-ku. Ay bu tomoqni qachon etib, qachon pishirar? Osh. Ay, qachon etib pishasa, dasturxonga yigidek bir narsa achiqsiz bo'ldi-ku, ha? Ben qaytib geldim. Gülzar. Ketdi mi bular? Amma, ben görüşdümlügeç turayım mı? Voy canım balam. Voy g'aribchi tomoq yemak shutuq emasmi? Voy saqlab boqayli. Ha, kela. Hallo, deb qo'ydim. Buga hamma nima g'arib cho'p ketibdi. Oy, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Bir ish bo'lmaganda nimda jimib ketdinglar? Bernacığım kökte dağıl ketken kirme oturdu. Voy, o'tib kirmagan bo'lsa, tomoq qachon yeyamiz? Och qoldim. Ay, u ko'ktatni cho'q qara, etizliq terib, pishqan uzib akildiga o'xshaydi. Nima qilishdi bu? Oy. Voy aka, kelning vaqu ko'ktat ag'ilchi ketgan. Hay, saqlapa inkimiz tushib qolay, dedi. Hay bolam, menga kirib sizni gurishdimligash turing. Sağ ketdi dama. Ha. Bo'pti. Gel. Hozir kelib qola. Saqlaylik. Oy, saqladik aka, saqladik. Teşekkür. Қалғач маркалық сопын парашюги вәтіп әркін шығырды. Voy, неменең? Кырнан. Қалғач маркалық сопын парашюги. Мен Dilkan Xalqaro So'z cheklanish shirkati tajdarligini olgan Ot Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Apa, ağır qildim sizni. Voy sen. Rahmat dilim apa. Voy qarang, yo'lda mashin bek to'sib ketib, qarang, kechib qoldim qizim. O'zga saqlab qolyam, sen kirib ketdim, ha? Rahmat apa. Voy balam, undidarda bor, sizga etish usulini men avat beraymi? Maqlanda. Xo'sh, xo'sh. Voy oldirmay menga. Ma bo'ldi? Bichar qizim. Voy, Jasurma? Atiq ishdan tushmadingizmi? Siz uyingizga bir ketgansiz bo'pti ekan. Barnachi hozir sizlarning uyidagi tomoq etib o'tadi. Siz Barnaning tomoq etamaydiganini bilsiz-ku. Siz tezroq qaytib keling. Bo'lmasa hammangiz Barnaning tomoq etamaydi deb ayblab ketmisin. Tezroq qaytib keling, siz bo'lsangiz uning yuragi to'qroq turdi. Ulamda. Ma'qul xo'sh. Yo'q, ammo men shu yaxshiroq qilay deb bo'shalib qoldik. Tomoq etidi xodam o'zingiz. Sizning deganingiz yesa bo'ladi. Qo'singlar bek ichkanda yaxshana. Kesam, birdan tayyordim. Tomoqning turlari o'zgardi ekanda. Voy shu. Bu osonroq suiqashtda asli bo'ldigan nima? Bir muncha xurishni zoya qildigan bo'ldi-da. Undan men kirib ketdim, tomoq pishib chaqiringlar. Ben qo'lim. Tomoq pishib chaqiringlar. Ha, chaqiramiz. Biz bilib qolmisin, xana. Hadi.
Voy, yaxshi tomoq pishindimi? Ha. Mushni yemlik emas. Voy, bizning uchun qo'sqimiz ichib qatishib ketdi hozir. Bo'shroq gap qilib, ana anglab qolmasin yana. Aka, bu gaplarga parvo qilgan bo'lsa, bunda qilmaydi. Ammam qasdaydi. Yengenlerine endiklik dermanı. Berna, singlim tomoq pishdimi? Men qo'saqdek ichib ketdi. Ha, mana ata tayyor bo'ldi. Salatni chiqarib. Ay canım. Mana. Pek sohbatma. Rak korn. Dana. Tomoqlaringiz o'xshaganda qiladi singlim. Yenim bormi ya? Shu poshkal qilay degandim, uyda qaymoq yo'q-ku shunga. Shu qaymoq yo'qdi. Ha, o nurg'un naskan qo'ymush. Qani, o'zingizmi keling bular. Ay sho'rqandim dadam achqay. Nega shunlar? Ha? Muborak. Belgilar bilan tomoq yeydigan bo'libdi. Aka, mana igna. Bo'ldi. Uzak. Mana. Ham senlar yanglar. Demak, amroq qo'yingda amma. Tarbiyani yemadigan narsa yo'q. Yine sen sıvaslı bir narsa qilib. Voy, ma'qul aka, ma'qul. Qana şey. Voy, oldi bilman bir gap berqinglar. Men manga bir. Ha. Çatalliklar maşında tamak yediganda. Shundoqmi? Balkim. Öyle bir piyalam yetkimigen bala oy berip şu kazan beşik 10 şey koptu dese. O en kilim buluşunu bir gün unuttu. O adam açıkta yerler davası külmatsız o. Qaytib ketamiz. Men ketmayman dedi. Bunda joyli qilsangiz. Öydükler tamakla saptı. Gite aldınız mı? Shundoqni o'zimni o'ylsam bo'lmaydi-da. Agar siz bo'lgansiz o'ydiklarni unda chiqsam ham bo'ldi. Berna! Sizmi ketmang. Siz shu turib amiz meni qo'g'dan. Qarang qaysarlarni shunday yaxshi muomala qilish hech kim uni salamaydiga. Qatqilan. Meni Qaysar bilan selishdimi? Bo'landa? Hadi. Ha. Oldu? Jasur. Bunda qarsam, dadam 3 oydan keyin qilgan ishi Oysha bilan to'y qilish o'xshaydi. Dadam rost shu yol bilan to'y qilandi ekan. O'ylab baqmamsa, dadam nemishqa hamma ishni 3 oyga o'rlashtirib oldi. Nemishqa buncha tuyuqsiz o'zgarib ketadi. Diqqatli qallamda o'tmayapti. Senchi-chu?
Yaxshimisiz Alimka? Direktor. Sizkensiz-ku? Mening ismim Pulat. Ha? Mening ismim Pulat. O'tganda siz so'ragan vaqtda jiddiylik ketib, deyishni unutib qolibdim. Ha. Shuning bilan birga kechirim so'ragach bir kelib ketay deb kelishim. Bo'ldi akamsa. Keyin ko'rishamiz. Men qaytay. Ha, to'xtang. Bu kechda mahallimizga kelishingizda yana boshqa bir sababmi bordi? Yo'q, boshqa sabab yo'q. Shu o'tganki uqishmasliklarni bir tugatib o'tay deb kelishim. Bo'pti. Direktor. Ayni vaqtda xislatga nima ish undan muomala qildingiz? Bu hammasi bir uqishmaslik. Uqishmaslikmi deyli? Demakchi bo'g'inim, bir undan ishlayotgan ilg'or bir xizmatchingizni tuvanga tushirib atganingiz nemisi deyman? Bu mundaq Alimka. Bu kichikdan bir uqishmaslik qarang hozir bir shunday yaxshi yutatimiz-ku. Ha? Yaxshi yutyapmiz-da. Anda o'zi siz xislatni izlab kelibdi ekansiz-da. Voy. Shunday. Necha yosh qirdingiz? 36 ga. 36 ga. Bola bordi? Ha? Voy, akaman to'y qilmadim. 36 yosh qirib to'y qilmay nada judingiz? Mundaq gap, Po'lat. Biz rost gapni qilganda sizlarning xilinglar emas. Rost gapni qilganda sizlardagi yuqori tabiqa odamlar bilan qudilishdan qo'rqib qoldik qarang. Shunga xislatni avar qilmasangiz, xislat o'zimiz sizni yoqtirmaydi dama. Bu xislat o'zi ishladim-da? Rost. Bugun kunduzda sizga sal qo'pol muomala qilib qo'ydim. Sizmi ko'nglingizga akatmang, ha? Siz bir shirkat direktori bo'lgandan keyin xislatga nisbatan shirkat xodimlariga muomala qilganda qilsangiz bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, yo'lda mangsangiz diqqat qiling. Ma'qul. Dadam nima o'ylayotgandi edi? Bilgan bo'lsam bek yaxshi bo'lardi. Shu bilmayapman. Tek arz qilishlari, tek qamlashmagan eliq kelish shartlari juda xey. Bernan atan soldi shunchalik tanqis qilyaptimi? Ay, men texnik sarang advokat bilan ko'rishga chiqdim. O'ylasam ochiqdan yerilib ketayli deyapman qara. Voy, tek azroq qarshi tursam, sudga arz qilaman deb qo'qoq selyapti. Dadam nemish buncha tez o'zgarib ketgandi deyman. Seningcha dadamning bunday qilishi shu ayol uchunmidi? Meni tushundamiki? Bo'lmas dadam shuncha tez o'zgarib ketamda. Tek 3 oy ichida, bu 3 oydan keyin bular rosa to'y qilamdi nima? Navoda dadam rostli shu ayoldan to'y qilib qolsa, sen qanday qilsan? Cho'qim qarshi turma. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, jiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his-tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xayol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Abana gel.